Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 26. qism. Paşaxon shularni xiyol qilib o'tiradi. Nazila Paşaxonning jimib qolganini ko'rib, uning og'zidan gap og'ili bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini sinab beqish uchun Nurxonning qayerdan bu shaharga kelganligini, Nurxonning burunqi mahallasida nima ishlarni qiladiganligini, Ipar va yulduzlarga qanday muomalada bo'ladiganligini, eri Sardarning qanday odam ekanligini so'radi. Paşaxon qo'lida tutib turgan lo'ngini yerga paxli qilib tashlab, qo'lini lo'ngiga shart qilib aytib etib, Nazilaning yeniga kelib, kresloda o'ltirdi. Nazilaning kichikidan ta hozirgacha pokizlik kesili bo'lg'ashqa, Paşaxonning qiliqlari shundaqla yupildab sesiqmayning hidi kelib turgan kiyimlariga qarab, burnini ko'rsatkish barmoqida etib, yonga ozroq surilib o'ltirdi. Paşaxon oldidagi ustalga qo'yilgan mevalar orasidan olmadan birini elib, qarsh qilib birini tishlayotgandan keyin makashlab o'ltirib gap boshladi. Sizga desam, qarang singlim, Nurak degan bu topoq pishdi 20 yil avval bu shaharga kelgandimi, hozirqiga o'xshashla gumbazdak yo'g'an edi. U chaqda uning quchog'ida 2 bola bor ekandiq. Birsi texi yengil tug'ilgan buvoq, yana birsi oyog'i chiqay deb qolgan qiz buvoq ekandiq. Biz mahalladagi xo'lim qo'shillar uni yangi kuchib keldi deb bir muncha zallalarni ko'tarib uni yo'qlab kirdik. U pixsiq bizga bir piyol chinimi ayab, akirgan narsalarimizni voy rahmat deb elib, bolalarim bek kichik, uyg'onib kelsa uxultamayman deb bizni haydiganni qilib chiqarib etgan. Bu xotinning-chi faqatli bilish yo'q. Yaq deydi, muq yeydi deymizg'u. Biroq bu yaqmi demaydi, lekin muqshtib toza yeydi. Sardarning gapini qilmayli qo'ying. U shu chaqda qarsammi, xotin deb og'zini xotin tushirmay yuratdi. Nurxon birini o'pib qo'ygan bo'lsa, ishtonga jurt qilib siydi. Uning turqi erkishi, qolgan yeri erkishdek emas. Qachonla qarasa, xotinidan qo'rqib yurgan. Lekin bu ikkisini yaxshi ko'rgan bolalarim o'xshamaydi. Sardar kichik qizi Iparga bek kuynatdi. Nurxon cho'ng qizi Yulduz. Oyay, nimalar deb ketdim endi. Sizlarning qizinglar Yulduzga bekrek amroq edi. Men shularni ko'rgandan boshlab, ta hozirgacha Iparning yeng kim kelganini ko'rib baxmadim desam mo bo'ladi. Yulduzning oshqinni kiyatdi. Yulduzning oshqinni yeydi. Men shu vaqtlarda turib o'ylab qolatdim. Bular Iparni bequvag'anmi nima deb? Nemish desangiz, Yulduz xatolik o'tkisimi Ipar tayoq yeydi. Ipar xatolik o'tkisimi yana tayoqni Ipar yeydi. Uning ikki qizi maktab yoshiga to'shib, maktabga kirdi. Ipar maktabda shunday yaxshi o'qib, a'lo natijalarni qo'lga keltirdi. Biroq Yulduz o'yin tomoshaga ko'p berilib ketganligi uchun maktabdagi o'qishi yaxshi bo'lmaganlikdan maktab mudiri muallim deganlardan to'xtamay tanqidlaydi. Ondan Yulduz uyga yig'lab kelib, muallimlar Iparni maqtadi, meni tanqidladi desa, Nurxon xatolikni Yulduzdan izlamakda yo'q, Iparni chaqirib kelib, "Nimish qochaqning oldiga o'tib olsan, vushum peshana" deb tillab, urib tushganlaydi. Iparga bekli ichim og'ratdi. Lekin oyay, hozir sizlarning qizinglar bo'lgan bo'lsa-mu deyiray, ha? Men Yulduzni faqatli yoqtirmaydim. Chiroyiga qarasamla, shundoq yig'ib turgan bo'g'ashqa, yo'lda yolg'iz ko'rib qolsam, bir yerlarni chimdab, Iparning dardini epagim keladi. Lekin u mening bolam bo'lmagandan keyin nima qilsam qilishmamsan deb parvoyimga ep qo'ymaydim. Ishonsangiz, men toki Heliq bovoy ismi nimati? Voy, unutib qoptiman. Heliqi Yulduzning cho'ndasi ularni izlab kelib, mendan u uydagilarni so'raganda, Ipar ishlayotgan oshpazning adresini aytib bersam, ko'zlari nurlanib ketganga qadar Iparni izchil beqo'gan bola ekan deb gumon qilib kelgandim. Bu jahonning ko'zim yo'q, bunda qarab baqsam. Oxirida hamma odamga o'g'aydek ta'sir bergani Nurxonning o'z qizi. Bizga o'z qizdek ta'sir bergani sizlarning qizinglar bo'lib chiqdi. Ba'zi ishlarga biz bir narsa deyamaydi ekanmiz. Siz bilmasligingiz mumkin.
Sizlarning bu yulduz xinamanglarchu, ihbarma yurgan loyiqining beshini aylantirib, shuning keynidimi yurgan texi. Kim biladi, ular xuqbiyani ko'rishib, nima ishlarni qilyapti keyin? Bu haqlarni sizga tushuntirib beraman desam, necha kun so'zishimga to'g'ri keladi. Men siz degandek kunda kelib, bir tarafdan xizmat qilg'ash, yana bir tarafdan sizga aldirmay so'zlab beray singlim, ha? Gapni yig'ib akaganda Nurxonning mijozi chus. Lekin bekmo eski deb ketganim bo'lmaydi. Sardarni eg'izimga og'imi yo'q. İhbar o'zi shundoq yuvash, rayish, aqlli qiz bo'lib cho'ng bo'ldi. Yulduz bo'lsa, hakkavur, nimani ko'rsam mening bo'skan deydigan oshkiz cho'ng bo'ldi. Yulduzning shundoq cho'ng bo'lib qilishiga asli Nurxon sababchi. U ona bo'lgandan keyin yaxshi tarbiya qilish kerak edi. Shundoqmi erka o'gitamdi endi. Lekin za, mundaq o'ylab baqsam, bu to'paqning qalisi xeyli ishlab turchimi? Yulduzning boshqalarning qizi ekanligini bilgandan keyin, shuni uni erka cho'ng qilib, nima desa shuni qilib berib, o'zining qizini bo'lsa, o'lchilikqa qo'yibdi. Uning maqsadi asli mushundaq kunlar kelib qolsa, yulduzning soyasida jon beqishgan emasmi? Voy, nima degulik endi? Nazila Pashaxonning so'zlarining hammasini to'liq angladi va uning kallasiga kirib olgan bir savolni so'rab baqisi kelib Pashaxonga. Sizdan yana bir gapni so'rab baqsam, 20 yil avval ular bu yerga kelganda qo'lida 2 buvoq bor edi dedingiz. Kichik buvoq yulduzmi yoki ishparmi? Siz cho'qim bilsiz. Voy, bilmamdigan, albatta bilaman. Kichik buvoq, xonim, Nazila xonim, tez eshik oldiga chiqsangiz bo'pti ekan, Elshad apandi u. Pashaxon endi kichik buvoqning ismining ishpar ekanligini tilga olay deb turishiga Maryam yugurib kelib gapni uzib o'tgan edi. Nazila Elshadning ismini anglash bilan o'ltirgan joyidan darrov turib, eshik oldiga yugurib chiqdi. Elshad eshik oldida ishki chamdonni so'rab, mashinasi tarafga qarab ketib o'tdi. Nazila vay qizg'in Pashaxonning gapini anglash bilan bo'p ketgachga, Elshadning uyiga kirib chiqqanini sezmagan edi. Agar Maryam demagan bo'lsaydi, u Elshadning ketib qolganini bilmayli qoladi. Nazila Elshadning oldini to'sib, unidan nega bordiganligini so'radi. Elshad yurtiga bordiganligini, xeyli uzungacha qaytib kelmaydiganligini deganda, Nazila "Bormaysiz" deb turib oldi. Lekin Elshad Nazilani ittirib etib, uni ko'tining qirig'ini ep qo'ymagan bir holda chamadonlarni mashinaning orqa ko'zipiga selib etib, endi mashinaga chiqay deb turishiga Nazila uning oldiga kelib, "Yurtga mashina haydab bormaysiz qachon? U yerga mashina haydab borsangizmi, tashyiqliq yo'llarda mashinaga uval bo'ladi. Qani akilim, mashinaning ochqichini chiqiring. Andin banka omonat kartingizni, inovatli kartingizni berib menga. Men sizga bir karta beraman. Shu kartaga siz ishlatadigan pullarni qarallik urib turman. Shuningga qo'shilsangiz, menishingizga yo'l qo'yman. Qandaq?" Elshad Nazilaning gaplarini anglab, miyiqida kulib qo'yib, mashinaning ochqichini va 4 tal bank kartasini Nazilaga tutqizib qo'yib, mashinaning orqa ko'zopidan chamadonlarni elib, Nazilaning bermoqchi bo'lgan kartasini ammasdan udul dachidan chiqib ketdi. Nazila qo'lida tutib turgan, Elshaddan elib olgan narsalarga qarab, titrab joyida turolmayli qolgan edi. Erining bu qadar tamkin, hech nimadan ansirmay ketib qolganidan sal gumonlandi va orqasiga o'rilib, udul hujrasiga chiqib, xotira kompyuterini qo'zg'atib, munosabatlik bankining turbatlariga kirib, unidan elib olgan barliq kartalarning qoldiq pulini tekshirdi. Nazilaning gumon qilganidek, 4 kartaning hech qaysisida oldingi kuni kechda Elshadga yo'tkab bergan pul yo'q turadi. Bundan 2 kun avval kechda Elshad Nazilaga burunqidanmi astoydil, burunqidanmi yaxshi muomala qilib, uningga bir tal olmos ko'zlik uzukdan birini sovg'a qilgan edi. Va shundaqla Nazilani yuyinib chiqishga buyurib, u yuyinib tarinib chiqqandan keyin, "Men sizni o'ylab qo'yay" deb Nazilani kasbiy o'g'lug'ichilardan qilishqisiz bir holda bütün bedellarini o'ylab, orqadan burunqi o'tgan ishlarni o'tdi qilib etishini, bundan keyin baxtlik o'tadiganligini deb Nazilaning ko'nglidagi xafliqni biroqli yo'q qilib etgan edi.
U Nazila bilan muhabbatning mevalarini yeyishib bo'lgandan keyin turibla o'zining yangi bir plani borligini, xolisa anglab beqishini aytgan edi. Nazila erining tunji qatim o'ziga maslahat sog'inidan xush bo'lib, Elshadga qiyni so'zlang deb qo'yib, uning quchqida erkilab yotgan edi. Elshad Nazilaning chechini siylag'ash. Mening siz bilan ayrim bir ish qilg'im bor edi. Biroq sizga deyish fursati faqatli bo'lmadi. Mavlud akamga tayinib olsak, o'zimni uning oldida hijolat qilgandek his qilib qolgan ekanman. Siz bilan oddiy bo'lsa-mu, ayrim uy tutib o'ltirsak, ondan bizmi o'z oldimizga egilik tiklab, mablag' sog'alak joylar bo'lsa mablag' silib, o'z oldimizga pul topsak degan umidim bor edi. Yaqindan beri nurg'un ko'ngilsiz ishlar yuz berdi. Xato tushunishlardanmi saqit bo'lamadik. Shu sababdan sizgami nurg'un azorlarni berdim. Kallamni tep-tinish qo'yib o'ylanish orqali siz bilan birga bo'lsam, ondan bolalarimiz bilan mangu baxtli o'tib ketalishimizga ko'zim yetdi. Shunga Nazila Elshadning so'zlarini anglab, xushbo'g'inidan yotgan yeridan chachrab turib, yaxshi o'ylabsiz. Shunda qilayli deb Elshadning mag'ziga yana qilib birini so'yib qo'yib, uni quchoqlab o'ltirdi. Elshad Nazilani bag'riga ching birini besib etib, gelini qirib qo'yib, shunga deb to'xtab qolgan gapining davomini qildi. Shunga men bu bir necha kunda ko'p izlandim. Ham intayin yaxshi bo'lgan mablag' selish turidan birini uchratdim. Şirkat qurg'uvchilari bilan 100 tirani ko'rishib paranglashdim. Ishonchlik turka. Shu turga mablag' solsak, 1 yil ichida mablag'imizni 2 step pul olishimizga ko'zim yetdi. Ular mablag' qabul qilishni kelar haftadan boshlab boshlaydi ekan. Biroq sizmi bilasiz, men Mavlud akamning shirkatidagi maoshga qarashli odam. Uncha ko'p pulni qaysi vaqtda g'amlab bo'lishni bilamadim. Mavlud akamdan pul o'tni olsam, toza yaxshi olmaydi. Sizdan olsam, texmi yaxshi olmaydi. Shunga qarz bejirish o'rinlariga qarz iltimos qilib baqsam, sizningcha qanday bo'lar? Qancha pul? Nazila Elshadning o'ng'aysiz holda o'ltirgan chiroyiga qarab, darhol mablag' solmoqchi bo'lgan pulning summasini so'radi. Elshad beshini qashlab o'ltirib ketgandan keyin 500 mingni bir turga, 500 mingni yana bir turga, hisobda 1 million pul kerak edi deb javob berdi. Nazila pulning summasini anglab, hech hayron qolmadi. Chunki uningga nisbatan 1 million degan raqam odatdagicha bilinadi. Uning bir qatim kiydigan kiyimi, taqaydigan zibu zinnati, ishlatadigan grim buyum, atir-patir degandek narsalarning pulini hisoblasimi, 100 ming yuanga boradi. Shunga u qanchalik pulkin debdi men texi. Mendek ayolingiz boyada sizni qarz bejirgil avatamanma, ha? Men ilanga bu ishki kartadagi pulni qo'shsangiz 1 milliondan oshadi. Qiladigan ishlaringizni xotirjam qilib oling. Baribir o pullarni bizning kelgusimiz uchun ishlatadi ekansiz emasmi? Shunga men bu ancha-muncha kuch chiqamsam bo'lmas. Qandaq dedim, ha? Nazila shundaq debla Elshadga bank kartasini tutqizgan edi. Nazila Elshaddan elib olgan 4 dona bank kartasining orasidagi ikkisi shu chaqda bergan ishki karta bo'lib, hozir u kartalarning ichida mismo'chammi yo'qtiradi. Nazila o'z ko'nglida balkim men ko'p o'ylab olgandim. Menimcha u pullarni mablag' selish ishiga ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Biroq mablag' qabul qilishni kelar hafta boshlaydi deganda qilayotgan edi. Ajiba. Xiyolining davomini o'ylashga petinolmadi. Elshad dachidan ayrilgandan keyin taksidan birini to'sib, 5 yulduzliq mehmonxonaning adresini shofirga aytib, xushal holda ketib o'tadi. U Nazilaning o'zidan mashinaning ochqichi, bank karta degandek narsalarni xohlaganda elib olaman desila, elib olalaydiganligini oldin bilgashga, shu kunning ertesila bank kartasidagi pullarni elib, o'z nomida yangidan bank kartasidan birini bijirib, 1 million 200 ming yuan pulni shu kartasiga omonat qo'ygan edi.
U mehmonxonaning oldig'imi kelib, mashinadan tushdi va Udul taqatsizlangan holda oldin zakaz qilib tayyor qilib qo'ygan yotoqqa chiqdi. U yerda uni go'zal Naznindan birsi kutib turardi. Oxiri keldingiz-da. Sizni saqlab taqdim taq bo'lib, yuraklarim so'qishdan to'xtab qolib tas qoldi jumon mening.